Kadastrga murojaat qilayotgan har bir yurtdoshimiz uchun juda ham qiziq ma'lumot. Kadastr agentligining 1097 Ko'l markazining hozir eshigini tagida turibmiz. Hozir Ko'l markazida bir kun davomida bo'ladigan ish jarayonlari bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. O'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Ishonch telefoniga qo'ng'iroq qildingiz. Nima masala bilan murojaat qilyapsiz? Qanday muammo sizni bezovta qilyapti? Murojaatingiz bo'yicha men yozib oldim. Kadastrga murojaat qilayotgan har bir yurtdoshimiz uchun juda ham qiziq ma'lumot. Kadastr agentligining 1097 Ko'l markazining hozir eshigini tagida turibmiz. Hozir Ko'l markazida bir kun davomida bo'ladigan ish jarayonlari bilan tanishishingiz mumkin bo'ladi. O'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ishni albatta kompyuterlarni yoqib, kerakli dasturlarni ishga tushirishdan boshlaymiz. Nazoratini olib borishimiz, monitoring qilishimiz uchun maxsus yaratilgan dasturlarimiz bor. Bunda qaysi fuqaro, qaysi hududdan va nima masala bo'yicha, hattoki nechinchi marotaba murojaat qilayotganligi va uni natijasi nima bo'ldi? Natijasida biz og'zaki tushuntirish berdikmi yoki viloyatga yo'naltirdikmi? Qayta murojaat qilayotganda ham sizda chiqib turadi. Qayta murojaat qilayotganlar ko'rinib turadi, chunki mana jadvalimizda fuqaroning nechinchi marotaba murojaat qilayotganini ham bu haqda yozib ko'rsatib o'tganmiz. Eng qisqa suhbat 2,5-3 minutni tashkil etishi mumkin. Eng qisqasi. Chunki fuqaroga avval o'zimizni tanishtiramiz, keyin ulardan kimligini so'raymiz, masalasini so'raymiz. Bu jarayon ozgina vaqt oladi. Eng uzog'i to'g'ri, ba'zi bunaqa holatlar kam bo'ladi. 25, hatto yarim soatdan oshgan vaqtlari ham bo'ladi. Chunki biz fuqarolarga nisbatan behurmatlik qila olmaymiz. Fuqarolar masalasini aytib turgan paytda, yoshlari katta, hali aytganda yoshlari katta onaxon, otaxonlar bo'lgan paytda biz qo'pollik bilan qo'yish bizga mutlaqo mumkin emas. Assalomu alaykum, hurmatli fuqaro. Respublika kadastr agentligining Ko'l markaziga murojaat qildingiz. Boshqa masalalar bo'lib turadi. Ya'ni bola puliga ariza berganman, rad berishdi, tug'ruqxona masalalari, kasalxona, kompaniya, telefon kompaniyasi bo'yicha ham qilishadi. Har xil hamma masalada qo'ng'iroq qilishadi. Imkon qadar o'sha tashkilotni telefon raqamini topib, yo'naltirishga harakat qilamiz. Fuqaro sarson bo'lmasligi uchun ko'chada. O'zbekiston Respublikasining qonunlari, qarorlari o'zgarishlar chiqib turadi. O'sha o'zgarishlarni biz olib birpas o'qishimiz kerak. U gap. Undan biz anaqa xabarimiz bo'lishi kerak. Chunki o'sha kuni kecha chiqqan qarorga ertasiga bizga fuqarolar chiqadi, telefon qilishadi birpasda. Rahbariyat bu yerga malakali mutaxassislarni o'tkazishgan, chunki fuqarolar uchun biz idoraning yuzi hisoblanamiz. Biz malakali tarzda javob berishimiz kerak. Hamkasblarimizning barchasi oliy ma'lumotli. Bizda murojaatlar juda ko'p. Ketma-ketlikda javob beriladi. Agar kun va oy hisobida olinsa, kuniga 300 dan 345 ta 350 talarga bo'ladi. Bir kunida bir oy kesimida 5000 taga yaqin to'g'ri keladi. Agar bir oylikni hisobga olganda 30 tadan ortig'iga to'g'ri keladi. Qo'ng'iroqlarga javob berilishi. Bizda 6 ta operator o'tiramiz. 6 ta operatorga mana shu 60 tadan to'g'ri keladi. Hammamizga javob beriladi ketma-ketlik. Xushmuomalalik, fuqarolarni kayfiyatiga yoki har bir so'zlariga, provokatsiyaga bo'ysunmaslik, shunda ham shirin so'zi bilan chiqib ketish. Biroq yaxshi gaplashar ekansizlar, yaxshi tushuncha berishar ekansizlar. Biz bir necha oydan beri bu haqida tushuncha ola olmayotgan edik. Sizlar ishlash uchun qayerga murojaat qilish kerak? Ular xursand bo'lib xayrlashishadi. Davlat kadastrlari palatasi tomonidan dehqon xo'jaligini yuritish uchun yer uchastkalarini ijaraga berish jarayonida amalga oshiriladigan ishlar.
qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibiga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasining 709-son qaroridagi dehqon xo'jaligi yuritish uchun yer uchastkalarini ijaraga berishning ma'muriy reglamentiga asosan jismoniy va yuridik shaxslar tomonidan takliflar kelganda, ya'ni fermer xo'jaliklariga uzoq muddatga ijaraga berilgan qishloq xo'jaligi yerlarida ma'lum konturni dehqon xo'jaligi faoliyati uchun taqdim qilish tartibi fermer xo'jaligi rahbari nomidan tuman hokimi nomiga belgilangan konturni o'z ixtiyori bilan tuman yer zaxirasiga qaytarishi bo'yicha ariza taqdim etadi. Shuningdek, fermer xo'jaligi nomiga uzoq muddatga ijaraga berilgan yer konturini tuman zaxirasiga qaytarilish jarayoni notarial idoralar tomonidan tasdiqlanadi. Tuman zaxirasiga olingan yer maydoni to'g'risidagi ma'lumotlar ijara axborot tizimi orqali kelib tushgan ma'lumotlarni O'zDAV yer loyiha Davlat ilmiy loyihalash instituti loyihalarini o'rganib chiqadi. Tuman hokimligi tomonidan xalq deputatlari tuman kengashiga dehqon xo'jaligi faoliyatini olib borish uchun yer tuzish loyihalarini ko'rib chiqadi va ma'qullaydi. Tuman hokimliklari taklif etilgan yer uchastkasini yerdan oqilona va samarali foydalanish va ularni muhofaza qilish tadbirlari yuzasidan ko'rib chiqadi. Kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish yuzasidan 3 ish kuni ichida Davlat kadastrlar palatasi hududiy boshqarmalariga elektron axborot almashinuvi orqali buyurtma beradi. Davlat kadastrlar palatasi hududiy boshqarmalari 5 ish kuni ichida mazkur yer uchastkasining kadastr hujjatlarini tuman hokimligi nomiga rasmiylashtiradi. Natijasi bo'yicha taklif etilgan yer uchastkasi to'g'risidagi ma'lumotlarni yoki rad etib, buning sabablarini elektron axborot almashinuvi orqali ijara axborot tizimiga joylashtiradi. O'zDAV yer loyiha Davlat ilmiy loyihalash instituti tuman shahar hokimliklari nomidan davlat ro'yxatdan o'tkazilgan qishloq xo'jaligi yerlari to'g'risidagi ma'lumotlarni ijara axborot tizimi orqali yuklab oladi. Bunda kadastr yig'ma jildini, pasportini tayyorlash va yer uchastkasini davlat mulki sifatida davlat ro'yxatdan o'tkazish xarajatlari mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan qoplanadi. E-auksion platformasi tanlov g'oliblari aniqlangandan so'ng Davlat kadastrlar palatasi tanlov g'olibining yer uchastkasiga bo'lgan ijara huquqini davlat ro'yxatdan o'tkazadi. Reyestrdan ko'chirmani elektron axborot almashinuvi orqali Davlat ilmiy loyihalash institutiga yuboradi. Instituti tanlov g'olibiga yer uchastkasining chegarasini ko'rsatib beradi va bu haqida tegishli ma'lumotlarni ijara axborot tizimiga joylashtiradi. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Davlat kadastrlar palatasi Buxoro viloyat boshqarmasi G'ijdon tuman filiali tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar, xususan o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalari hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonun ijrosi doirasidagi xatlov jarayonlari va ularning natijalari haqida ma'lumot beramiz. Mazkur qonun ijrosini ta'minlash maqsadida tumanda xatlov ishlari belgilangan reja grafik asosida bosqichma-bosqich amalga oshirib borilmoqda. Xatlov jarayonlari orqali fuqarolarning mulkiy huquqlarini qonuniy jihatdan mustahkamlash, ularni ishonchli himoya qilish hamda ko'chmas mulklar bo'yicha yagona va ishonchli axborot bazasini shakllantirishga xizmat qilmoqda. 2026-yil 20-iyul holatiga ko'ra G'ijdon tumanida jami 10.808 ta ko'chmas mulk obyekti xatlovdan o'tkazildi. Shundan 7.494 ta obyekt UZCAD axborot tizimiga kiritildi. 4.245 ta obyekt ma'lumotlar esa e'tirof avtomatlashtirilgan axborot tizimiga o'tkazildi. Ayni vaqtda 342 ta obyekt bo'yicha hujjatlar tegishli komissiyalar tomonidan o'rganish va huquqiy baholash jarayoni ko'rib chiqilmoqda. Shu bilan birga tumandagi Bo'lakyon hamda Degrazon mahallasida xatlov ishlari amalga oshirish jarayonida ayrim tashkiliy o'zgarishlar kuzatildi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-maydagi 294-sonli qarori hamda xalq deputatlari viloyat kengashi qarorlari asosida mahallalarni qayta tashkil etish, ya'ni ayrim hududlarni birlashtirish va bo'lish ishlari amalga oshirildi. Natijada ushbu hududlarda xatlov ishlari reja grafikdan qisman kechishmoqda. Hozirgi kunda mazkur o'zgarishlar inobatga olgan holda yangilangan reja grafik asosida xatlov ishlari izchil davom ettiriladi. Yaqin vaqtlarda ushbu hududlarda ham to'liq qabrab olinadi. Hurmatli fuqarolar, G'ijdon tumanidagi barcha mahallalarda texnik inventarizatsiya ishlari tizimli ravishda olib borilmoqda. Ushbu jarayonda birorta ham xonadon yoki yer uchastkasi e'tibordan chetda qoldirilmaydi. Shu munosabat bilan sizlarni xatlov ishlariga mas'uliyat bilan yondashishga chorlaymiz. Mutaxassislar tashrif buyurgan vaqtda xonadonda bo'lishingiz
zarur ma'lumotlar va hujjatlarni taqdim etishingiz hamda jarayonga amaliy ko'mak ko'rsatishning muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa mulkiy huquqlarni tez va qonuniy asosda rasmiylashtirish imkonini beradi. Eslatib o'tamiz, kadastr xodimlari maxsus xizmat kiyimi va shaxsiy identifikatsiya bejliklariga ega bo'ladi. Shuning uchun faqat rasmiy xodimlar bilan hamkorlik qilishingizni so'raymiz. Noma'lum shaxslarga ishonmasligingiz lozim. Shuningdek, amaldagi qonunchilikka muvofiq xatlov ishlari mutlaqo bepul amalga oshiriladi. Agar kimdir sizdan ushbu xizmatlar uchun to'lov talab qilsa, bu noqonuniy holat hisoblanadi va darhol 1097 ishonch raqamiga murojaat qilishingizni so'raymiz. Fursatdan foydalanib, barcha fuqarolar va tadbirkorlarga o'zlariga tegishli bo'lgan yer uchastkalari va ko'chmas mulk hujjatlarini qayta ko'zdan kechirishni tavsiya etamiz. Agar hujjatlarda kamchiliklar, eski ma'lumotlar yoki rasmiylashtirilmagan holatlar mavjud bo'lsa, ularni o'z vaqtida bartaraf etish va davlat ro'yxatidan o'tkazishni kechiktirmaslik maqsadga muvofiq. E'tiboringiz uchun rahmat.